Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu rak kasali degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Bu leksiyada men asosliqi rak kasaliniki qandoq paydo bo'ladiganligi, uningki qandoq alomatlari bo'ladiganligi, eng muhimi bizningki uni tonib yetish orqali uningga bo'lgan sezgurligimizni oshirib, uni baldur bayqash. Ya'ni biz bu kasalni baldur bayqagan vaqtimizda tamoman saqayib ketish ehtimolining borligi, ya'ni rak kasalini e, davolashda baldur bayqashniki qanchalik ahamiyati borligi to'g'risida qisqacha bir to'xtalib o'tmoqchi. Tuvanda diqqatinglar bu leksiyaning tafsilotida bo'lsin. Rak kasali hammamizga nihoyatda tonish. Doktor bizga yoki oilamizdagi yaqinlarga rak kasali bo'lib qolibsan deb diagnoz qo'ygan vaqtida hammamizniki chiroyi o'zgarishi, ig'ir besim his qilishi mumkin. Undaqda bu rak kasali degan zoti qandaq bir kasallik? Bu to'g'risida hammalarning o'zguchuchliq tushunchasi bo'lishi mumkin. Shundaqdimi men eng oddiy bir til bilan bu rak kasaliga ta'rif berib o'tmoqchi. Endi bu rak kasali deganimiz mushu badandagi har xil normal hujayralarning o'zini ko'paytirish jarayonida xatolik sodir bo'lish sababidan yoki uningki geni o'zgarish, ya'ni ma'lum rak kasal paydo qiluvchi omillarning sababi tufaylidan bu normal hujayralar o'zini ko'paytirish jarayonida uning genida ma'lum o'zgarish bo'lish sababidan paydo bo'lgan benormal hujayralarning kontrolsiz ko'payishi sababidan kelib chiqqan va badanning boshqa joylariga tarqala oladigan har xil kasalliklarniki o'rtaq atalishi. Ya'ni bu rak kasali deb ataladi. Rak kasali bir taq kasal bo'lmasdan mushu alaydilikka ega bo'lgan nurg'unlagan kasalliklarniki o'rtaq atalishi. Badanda hozir qadar bayqalgan rak kasali 100 xildan ortiq bo'lib, uni benormal hujayralar to'plamidan shakllangan o'sma shakldagi rak bilan suyuqlik shakldagi qon rakidan iborat ikki cho'ng turga va rak paydo bo'lgan hujayralarning turiga asosan, ya'ni rak paydo bo'lgan hujayralar yoki rak paydo bo'lgan organ a'zoning turlariga asosan, ya'ni ko'plagan o'xshamagan xildagi turlardagi rakqa ayirish mumkin. Undaqda bu rak kasalining sababi nima degan vaqtimizda men yuqorida deb o'tdim, bu rak kasali qandaq paydo bo'ldi degan vaqtida shu normal hujayralarniki ko'payish jarayonida, ya'ni badanimizda nurg'un hujayralar kona hujayralar o'lab yangi hujayralarni paydo bo'lish jarayonida bu hujayralar o'zini aynan ko'paytira oladigan bir ahvol mavjud. Hamda mushu badandagi normal hujayralarningki genida, mush ko'payish jarayonida uning genida ma'lum sababdan, ya'ni rak paydo qilguvchi sababdan o'zgarish bo'lgan vaqtida uningdan ko'paygan hujayra aslidagi hujayradan farqli bo'lgan benormal hujayraga aylanishi mumkin. Rak u benormal hujayralarning vaqtida yo'q qilinmay, ya'ni badanning kasallikdan oldini olish mushu immunit kuchlari tarafidan yo'q qilinmay, agar uzluksiz ko'paysa, u vaqtida bu rak bo'ladi. Albatta bizning normal badanimizda anda-munda qisman mushu benormal hujayralar yoki rak hujayralari paydo bo'lishi mumkin. U vaqtida badanimizningki mush kasallikdan saqlanish kuchi agar uni ko'rib qolsa, darhol uni yo'q qiladi. Shunglashqa
biz rakka taraqqiy qilmaymiz. Ammo shu rak hücreler yoki shu binormal hücreler vaqtida yo'q qilinmay uzluksiz ko'payib shu bir o'sma holatiga kelgan vaqtida yoki shu badanning immunitet kuchining kontrolligidan ishib ketgan vaqtida, halqib ketgan vaqtida bu rak paydo bo'ladi. Hamda hücrelerning genidagi o'zgarish paydo qiladigan bu har qanday omil men yuqorida deb o'tgan, buni biz odat normalda rak paydo qiluvchi omil deb ataymiz. Har qanday omil badanda rak rak paydo qilishi mumkin. Rak ko'pincha ahvollarda tok bir omilning ta'siridan emas, balki ko'p xil omilning o'rtaq ta'siridan paydo bo'ladi. Ba'zida uning aniq sababini bilish a, oson emas. Ya'ni biz ba'zi raklarniki shu paydo bo'lish sababini izligimizda biz alohida bir ko'z ko'rinarlik bir sabab topolmaymiz hamda demoqchimanki bu rak gerçi mında sebeplerden rak paydo bo'lishi mumkin desakmi, lekin ba'zida uning sabablari aniq emas. Ya'ni shu ko'p xil omillarniki o'rtaq sababidan kelib chiqishi mumkin. Ham insonlarning gen aloyligi, tashqi muhitdagi rak paydo qilguvchi moddalar, insonlarning turmush va yemak-ichmak odati rakning paydo bo'lishida nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Bo'libmi atom siniqidan paydo bo'lgan radioaktivlik bulg'unish badanda qon va ilik rakini paydo qiladigan asosliq sabab hisoblanadi. Bu hozir qadar agar rakni ma'lum bir toq sabab paydo qildi deb qarasak, bu birdan bir rak paydo qiladigan toq sabab uningdan boshqa bo'labak tinch muhitda, ya'ni bulg'anmagan muhitda yashayotganlar ichida paydo bo'lgan rak normalda har xil omillarniki sababidan paydo bo'lgan bo'lib, uningga ma'lum sababdan rak paydo bo'lgan deb hukm chiqarish nihoyatda qiyin. Bu ko'rayotganinglar shu rakning paydo bo'lish jarayonini rasm bilan eng oddiy qilib ko'rsatilgan bo'lib, bu sol tarafdagisi normal hücre. Bu normal hücre shu o'zini o'zi ko'paytirish jarayonida ikkinchi rasmda, sol tarafdan ikkinchi rasmda ko'rayotganinglardek ba'zi shu binormal hücreler paydo bo'lishi mumkin. Buning sababi men yuqorida o'tgandagidek shu rak paydo qiluvchi omillarning sababi tufaylidan bu hücreler o'zini o'zi ko'paytirish jarayonida ma'lum xatolik yuz berib yoki ya'ni texmi aniq qilib aytgan vaqtida uning genida o'zgarish paydo qilganlik sababidan bu ko'paygan hücrelarning ichida ba'zilari shu aslidagi bilan o'xshamaydigan, aslidagidan farqli, ya'ni binormal hücrega aylanishi mumkin. Bu sol tarafdan 3-chi rasmda ko'rayotganingdek bu binormal hücre uzluksiz ko'paygan vaqtida andan keyin biz uni rak deb ataymiz. Bu rak hücreleriniki bir alohidagi o'ziga oid bo'lgan mustaqil qon tomirlarni paydo qila oladigan bo'lib, u qon tomirlar orqali o'ziniki ozuqliq va oksigen ta'minotini ta'minlaydi. Bu bu rak hücreleri normal hücrelerge nisbeten tez, kontrolsüz köpeygeni üçün uningga bu energiyaga yoki ozuqliqqa bo'lgan ehtiyojı normal hücrelerden yuqori bo'ladi. Ya'ni badanga kirgan, ya'ni biz tomoq yeyish orqali erishgan har xil ozuqliqlarni badandagi normal hücreler qabul qilguncha bu rak hücreleri ko'p ham tez qabul qilgani uchun odatda rak kasalligiga giribtor bo'lganlar ko'pincha holda o'riqlab ketish kelib chiqadi.
Endi bu rak hücreleri ve rak o'smisininki boshqa normal hücre yoki normal to'qilmalarga nisbatan qandaq alayliklari bor degan vaqtida birinchisi bu badanninki shu normal ko'payish, ya'ni badandagi normal hücrelarning o'z-o'zini ko'paytirish qonuniyatiga, buyruqiga, signallarga bo'ysunmaydi. Badanning ehtiyojiga qarab emas, balki kontrolsiz shu qalaymaqan, xuddi relsdan chiqib ketgan poyezdga o'xshash qalaymaqan kontrolsiz ko'paydi. Ikkinchisi, koni hücre o'lab, uning o'rnini yangi hücre oladigan bu normal hücrelarning ko'payishida bo'ladigan qonuniyat bo'lmaydi. Üçüncüsü, ətrafdakı to'qilmalarga, hatto xili yiroq bo'lgan to'qilma va a'zolarga hujum qilib berib, ularda zaxmi paydo qila oladi. Normal hücrelerde undaq bo'lmaydi. To'rtinchisi, yangi qon tomir barpo qilib, o'zini oksigen va ozuqlik bilan ta'minlaydi. Beshinchisi, kontrolsiz ko'paygani uchun badanda texmi ko'p ozuqlikni iste'mol qiladi. Shu sababdan rak kasalining taraqqiy qilishiga ergishib, bemorda ozuqlik yetishmaslik va badan ig'irligi ushtumtut tushib ketish kelib chiqadi. Oltinchisi, badanning immunit sistemasidan saqlana oladi va ularning hujumiga uchirmaydi. Ya'ni bu rak hücreleri şu kontrolsüz halda bemalol ko'payalaydi. Ya'ni badanning immunit sistemasidan saqlana olganligi uchun kontrolsüz bemalol ko'payalaydi. Mana bu rak hücreleri va yoki rak o'smisininki normal hücre, normal to'qilmalardan alayda farqlanib turadigan alayliklari. Undaqda bu rak kasalining qandaq alomatlari bor degan vaqtida men yuqori deb o'tgandagidek, hozirgacha bayqalgan rak 100 xildan ortiq bo'lib, bu 100 xil rakninki konkret kasallik alomatlarida farqlar bo'lishi, uningdan boshqa shu rakninki o'xshamagan davrlarda, ya'ni o'xshamagan taraqqiyotlarda o'xshamagan alomatlari bo'lishi mumkin. Bo'libmi rakning dastlabki mezgilda alayda kasal alomat bo'lmaydi. Kasallik alomati rakning o'rni va cho'ngchikligi va taraqqiyot ahvoliga qarab farqli bo'ladi. Shundaqdimi, men bu yerda bu rak kasaliga o'rtaq bo'lgan ba'zi alayliklarni bu yakunlab chiqdim. Hamda ko'pincha rak kasallarida qandaq o'rtaq alomatlar bo'ladi degan vaqtida birinchisi sababsiz charchash va og'riqlik his qilish bo'ladi. Ikkinchisi badan ig'irligi ushtumtut tez suratda tushib ketish ahvoli bo'ldi. Uchinchisi ishtahasi yaxshi bo'lmaslik, tomoq yegisi kelmaslik ahvollar bo'lishi mumkin. To'rtinchisi badanning har qanday yerda yangidan o'sma yoki ishiq paydo bo'lishi mumkin. Beshinchisi og'riq bo'libmi yangidan sababsiz paydo bo'lgan va tadrijiy ig'irlashgan og'riq paydo bo'lishi mumkin. Oltinchisi sababsiz paydo bo'lgan va uzunga so'zilgan quruq yo'tal bo'lishi mumkin. Bo'libmi bak o'pka rakida yoki boshqa yerdagi raklar o'pkaga hujum qilib kelgan vaqtida bu sababsiz paydo bo'lgan uzun so'zilgan quruq yo'tal paydo bo'lishi mumkin. Yettinchisi badanda oson zaxmlanish va qonash bo'lishi, cho'ng yoki kichik taratda qon kelishi mumkin. Sakkizinchisi cho'ng tarat odatda sababsiz o'zgarishi, ba'zida ish surilishi, ba'zida ish qitilishi mumkin. To'qqizinchisi sababsiz kechida qizish va tarlash bo'lishi mumkin. Men yuqorida deb o'tgandek, rakning dastlabki mezgilida alohida kasal alomatlari bo'lmaydi, lekin bu kasal alomatlari odatda rak kasali taraqqiy qilib ma'lum bosqichga borgan vaqtida anandan keyin paydo bo'lishi mumkin. Undaqda bu rak kasaliga qandaq diagnoz qo'yildi, qandaq bayqaymiz, uni qandaq qilib baldir bayqaymiz degan vaqtida bu bizningki shu
rak keselligi bo'lgan tonishimiz bilan, uning bo'lgan sezgurligimiz bilan alayda munosabatlik ko'pincha ahvolda bo'libmi bak taraqqiy qilgan davlatlarda shu normal sog'lomlik tekshirish, ya'ni badanda ma'lum kasal alomati ko'rilgandan keyin emas, balki yilda bir qitim yoki ikki qitim qaralik shu sog'lomlik tekshirish orqali bu rakni baldur bayqash mumkin. Endi bu rakni baldur bayqash uchun doktorxonada yoki doktorlar nimalarni ilib bordi degan vaqtida birinchisi eng oddiysi, ya'ni fiziklik tekshirish orqali qaysi organni, qaysi joyni nuqtali qilib tekshirish belgilandi. Undan boshqa qon, sudak yoki cho'ng taratni tekshirish orqali ba'zi raklarga oldin diagnoz qo'yish mumkin. Uchinchisi ovoz to'lqini orqali tekshirish, to'rtinchisi rasm kelish orqali tekshirish. Masalan, rentgen, tomografiya, bular shu ayollarning ko'ksidagi rakiga nisbatan tomografiya, andan keyin CT, MRI qatorliqlar orqali tekshirish. Beshinchisi nafas yo'li, oshqozon va uchaylarni aynak bilan bevosita ko'rib tekshirish. Ya'ni endoskopiya yoki kolonoskopiya degan tekshirishlar orqali tekshirish. Oltinchisi rak joylashgan o'rindan to'qilmilib patologiyalik tekshirish. Bu eng aniq, eng jazmlashgan tekshirish bo'lib, yuqoridagi tekshirishlarni ilib berib borgandan keyin agar gumonlanish bo'lib qolsa, shu 6-si rak joylashgan o'rindan to'qilma ilib patologiyalik tekshirish, bu eng aniq bo'lgan tekshirish hisoblanadi. Mana bular orqali rak kasalligiga diagnoz qo'yish yoki uni baldir bayqash mumkin. Eng muhimi bu shu rak kasalini davolash bo'lib, hozir hamda bu 15-20 yildan burunqidek rak kasali undaq qo'rqinchli emas. Eng muhim bo'lgani shu rak kasalini davolashda eng muhim bo'lgani kasalni baldur bayqash bo'lib, agar kasal baldur bayqalib vaqtida davolash ilib berilsa, tamamen saqlayıp ketishi mumkin. Bu nihoyatda muhim. Bizda hozir shu rak kasalligiga bo'lgan tonish, andan keyin kasal bo'lmasaqmi yoki biror bearomlik his qilmasaqmi, normalda doktorga berib qaralik tekshirish bo'lgan tonishimiz toz yetarli emas. Ya'ni normal tekshirish ilib bormasligimiz yoki bo'lmasa bizdagi kasal olmasa doktorga berib nima qildi degan shu qarash tufaylidan biz saq vaqtimizda qaralik tekshirish ilib bormaganligimiz tufaylidan bizda bu rak kasalini baldur bayqaydigan ahvol biroz kamchil. Ko'pinchimiz bu rak kasali bo'lganligimizni bayqagan vaqtida xili kechikkan bo'lganligimiz uchun davolashda eng muhim bo'lgan vaqtni qo'ldan berib qo'yyapmiz. Ammo agar biz shu rak kasaliga bo'lgan tonishni yuqori ko'tarib, uni yetarli tonisak va qaralik tekshirish ilib borsak, rak kasali baldur bayqalishi mumkin. Shundaq bo'lgan vaqtida rak kasali hargizmi undaq qo'rqinchli emas. Rak kasalini qancha baldur bayqalsak, uni shuncha unumli saqaytish tamamen mümkün. Andaqda bu hozir rak kasalini davolashda qandaq usullar bor degan vaqtida tövendagidek 8 xil usul bor. Ularninki oldingi 4ti biroz an'anaviy umumlashgan davolash bo'lib, keyingi 5 xil davolash yaqinqi 5-10 yilda taraqqiy qilgan yangi davolash. Ularning birinchisi operatsiya qilib davolash, bu eng an'anaviy davolash. Undan qilib qolsa kimyalik davolashmi, bu eng an'anaviy davolashning birisi. Uchinchisi dori bilan nishonliq davolash, bu biroz yangi davolash. Shu kimyalik davolashning doirasiga kiradigan bo'lib, uning alohidligi shu rakqa butun badanda kimyalik davolash emas, rak bo'lgan joyga nishonliq
dori bilan davolash ilib berish orqali bu ximiyalik doriniki aks ta'sirini yuqori darajada tuvanlatkili bo'ladi. Bu yerdagi uchinchi davolash yangicha davolash. To'rtinchisi radioaktiv nur orqali davolash. Bu an'anaviy davolashning birisi. Anandan keyin 5-si ilik almashtirib davolash. Bu davolashqimi bir necha 10 yil bo'ldi. Anandan keyin bu 6-si immunit davolash, bu yangi davolash. 7-si hormon orqali davolashmi, yangi davolash bo'libmi bak ayollarniki shu ko'ksi raki deganlarga ishlatishga xil uzun bo'lgan, lekin boshqa shu hormon bilan munosabatli boshqa raklarga hozir ishlatilmoqda. 8-si gen orqali davolash. Bu eng yangi davolash bo'lib, bu davolashniki bir qism raklarga amaliy ishlatilayotgan bo'lsa-mu, lekin yana boshqa raklarga sinoq taraqqisida yaqin kelgusida balkim texmi unumli usullar chiqishi mumkin. Bular shu rakni davolashda hozir qo'llanib kelayotgan davolash usullari. Oxirida eskartib o'tadiganim eng muhimi rakni baldur bayqash. Buning uchun bizniki rak kasalligi bo'lgan tonishimizni yuqori ko'tarishimiz, anandan keyin burunqi shu kasal bo'lmasa doktorga bormaslik kerak degan odatimizni o'zgartib, shu saq bo'lgan vaqtimizdami shu qaralik doktorga berib sog'lomlik tekshirtib turish bu rak kasalini bayqashda, baldur bayqashda nihoyatda muhim. Bu rak kasali to'g'risidagi leksiyani mishad oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizni salomat qilsin, rak kasalidan yiroq qilsin. Lekin shundaqdimi, men yuqorida o'tgandagidek, bu rak kasali ba'zida saqlanaman deb saqlang'ili bo'ladigan kasallik emas. Xohlasak, xohlamasaqmi bo'lib qilishimiz mumkin. Eng muhimi buningga bo'lgan tonishimizni yuqori ko'tarish orqali uni baldur bayqash, vaqtida davolash. Shu orqali bizniki salomatligimizga kafolat qila olishimiz mumkin. Oxirida hammanglarga salomatlik tilayman. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar.